Assalomu alaykum. Do'stlar, bugun sizlar kutgan, sizlar qalagan video chiqdi. Qirg'izistonning qaysi mushkari uyasiga tatiqdi degan so'rovga javob bo'ladi. To'ra ko'pdegan mushkalarda bor, tanilaylik. Biroq men bo'lgani 5 qanaq ko'rinukli mushkalarda atab o'tim. Agarda bu so'zlarga fikrga sizlardagi ma'qul bo'lsangiz, qirg'iz mushkalari uchun klass bosib o'ting, so'zsiz turdi. Jana kanalga qatılavuz do'stlar. Anda bu toptu Busurmanqul Abdubayitullah açıp beredi. Bu mushkar 2015-yıl professionalдуу karyerasını başlagan. Al uçurda Alash Pride atu promotionda sallashgan. 2 jolu teng tilekке qarshi 2 jolu teng жеңилик узасын тартқан. Bu vaqtlar o'tib, dağıda seriyonroq promotionlarda o'tib, M1, WFT EFC atu promotionlarda o'zini ko'rsata oldi. Bu mushkarda uyasida o'z ordu bor. Agarda uyasiga o'tsa mumkinlik bor, cho'ng ele menimcha do'stlar. Ayjigit Erkovoy bu mushkar cho'ng karyerasini 2017-yıldары başlagan. Bu mushkarda emne sebepten uyasiga o'tganga to'pqa qo'shganimdan sebebi. O'zining yaxshi rekordi bo'lgan mushkarlarda urib yaxshi natija ko'rsatdi. Oxirgi 2 jolu sallashuvda. O'shol uchun qo'shilgan ma'qul bo'ldim do'stlar. Tilek Mashrapov bu mushkar ko'p karyerasida rekordi mıqti bo'lgan natijali mushkarlar bilan sallashib kelgan. Menimcha oxirgi uchurda yaxshi iliklar bilan jengdi. Bu mushkarda dag'i to'pqa kirgizdim do'stlar. Altınbek Mamashov 77 kilogram salmoqda sallashib keladi. Burunqi sallashuvlarin kurash bilan oyoqtab kelsa, oxirgi 3-4 yil ichida nokaut bilan sopernikin bag'intib jengib keladi. Bu mushkarda uyasiga o'tib chempion bo'la olmasa-da do'stlar, biz umid qilamiz top mushkar bo'lsin uyasida. Jana cho'ng shans bor. Quvonishbek Abdusalomov bu mushkar 50dan oshgan rekordi mıqti bo'lgan mushkarlarda jengib kelgan. Jana ko'pdan beri bu mushkarda sallashuvni kuzatib kelem do'stlar. Sizlarchi, sizlar bu mushkarda kuzatasizlarmi sallashuvni? Dixalqa fiziki jaqtandagi mıqti deb balan bu mushkarda. Agarda sizlardagi bu top mushkarlarda o to'ra deb so'zimga qo'shilsanglar, videoga like basala do'stlar. Jana kanalga qatalasiz. Hamon bo'lg'la keyingi rolikgacha.